tushda tovus ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi nar tovus ajam podshohidir. Agar tushida nar tovusi borligini ko'rsa, podshohdan izzat va mol topishiga dalildir. Agar tovusning molda ekanini va tovus o'zining mulki ekanini ko'rsa, chiroyli va ulug' ajam xotiniga uylanishiga, undan mol va farzandlar topishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushda tovusning kaptar bilan juftlashganini ko'rsa, qo'shmachilik qilishiga dalildir. Hazrati Doniyolning aytishlaricha, tushdagi tovus yaramas ayoldir. Agar tushida nar tovusi u bilan so'zlashayotganini ko'rsa, mansab topishiga dalil. Agar tushida tovus va qirg'ovul birga turganini ko'rsa, begona erkak xotin bilan buzuqlik qilishiga dalildir. Agar uydan tovus uchib chiqib ketganini ko'rsa, xotiniga taloq qilishiga dalildir. Agar qo'lida tovusi borligini ko'rsa, mol va ne'mat topishiga ishora. Agar tovusning bolasini tutib olganini ko'rsa, oilasida qiz tug'ilishiga dalildir. Agar nar tovus qo'lidan uchib chiqib ketganini ko'rsa, podshohdan judo bo'lishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi tovus ikki narsani bildiradi: ajam podshohini, xazina va molni. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.